Salom, bugungi energiyalar qanday bo'ladi? Karta tanlashinglar mumkin. Eee, Karta tanlanglar, tepaga anaqasini qo'yaman, xohlagan yoqqanini tanlab oling. Bugungi energiyalaring qanday bo'ladi? Biroz qarorsizlik bo'lasiz. Masalan, ikki narsani orasida qolishingiz, ikki kishining orasida qolishingiz yoki ikki urushgan orasida qolishingiz, ikki yo'l o'rtasida qolishingiz yoki bir qaror ololmasliklar, qarorsizliklar bo'ladi. Obedga doğru farqli shu. Siz obeddan keyin qaroringizdan voz kechishingiz mumkin. Shunaqangi qarorsizliklar bor. Buni tanlaganlarga kelsak, buni tanlaganlarda bugun 3-chaqringiz ochiq bo'ladi va bosh malak, ya'ni malak deganimiz Chamuyel, sizni yoningizda qo'ruvchi malagingiz bugun Chamuyel bo'ladi. Bu orada 3-chaqringizda, ya'ni bugun his qilgan narsalaringiz, o'ylagan narsalaringiz, hamma narsa to'g'ri bo'ladi bugun va malaklar ham yoningizda, desteklar bor, shifolanishlar bor ko'rinyapti. 3 tanlaganlarga keladigan bo'lsa, dangali bir kun bo'ladi. Energiyalaringiz dangali bo'ladi va yanada sizni malaklar qo'rayotganligini aytib o'tyapti. G'oyat bir dangali bir kun bo'ladi. Ya'ni tarozi pallasi dangada bo'ladi. Bunlari ikkini tanlaganlar esa shifoli bir kun, shifolanuvchi bir kun va ko'proq iloji boricha duolar, meditatsiyalar qiling, balki sizga foydasi bo'ladi, chunki malak yoningizda. Chamuyel degan malak bor. Bu malak yoningizda. Buni tanlaganlar esa biroz qarorsizlik bo'ladi.